va jiddiy men mashinani to'g'ri qo'yib oldim zapchasini. Aytvoy, lekin boshdan yurmaydi darslarni olib kelganing bilan. Ha, u to'g'ri aytyapti. Boshdan juda eski. Bilmadim. Mayli, nasib qilaman. Tak, bu yerda qirilgan joylar bor ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Kraskalar uramiz. Okey. Hop, endi men sizlarga salomlashib qo'yishim kerak. Hey, hammaga assalomu alaykum. Bu obunachilar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bo'ldi obunachilar, bugungi video roligimizda mana shu mashinani tuzatishimiz kerak. Va obunachilar kanalga like bosib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Okey, mana shu hamma narsalaringiz necha pul mashina uchun? 1 stak. Ma'lumda. Tak, bo'ldi bu yo'qni. Jitellarni o'zini o'chirib qo'ydim va lekin 1 stak bo'lmaydi-da, vashi bo'ladi. U bir navoras men o'zim podvalimga qarab ko'raychi, balkim mashinaga zapchas chiqib qolar. Adashmasam podvalimda bo'lish kerak edi mashinaga zapchaslar. Mayli, bilmadim, hozir bilib olamiz buni. Tak, birinchi bo'lib kirka va bu yoqdan pul shularni olib olamiz. Pulmi? Hozir. Alg'aybrichi jitel sotuvchiga. Tak. Aka, 49 dollarga bera olasiz hamma narsalaringizni. Yo'q, kam o'zim qimmatga olaman-da. Mayli. Tak. Buni hozir nasib qilamiz. Tak. Endi bu yerdan pastga qaziymiz, joy adashmasam qatlar deydi. Hozir men bu yerdan tapor olay deyman. Tak, bu yerdan tapor oldim va bo'ldi. Endi bu yerdan kirkada mana qaziyanda taporda buni olib tashlasam, plyus mana kirkada buni olib tashlayman. Davud bo'ldi. Endi men pastga tushishim kerak. Ana lekin bu yo'q juda ham sangi bo'tgan ekan, mayli hozir bilan olib tashlaymiz va biz hozir keyin yashikdan ochib ko'ramiz. Mayli, zapchaslar chiqib qolsa yaxshi bo'lar edi, chunki bizga hozir juda ham muhim. Tak. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, ochilmayapti. Ochil. Ustigini tashay. Nimaga ochilyapti bu? Ochil. Ochildi. Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Biz naqd 98% dan obuna bo'lmay kuzlar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalida konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. Xo'sh, bo'ldi, motor chiqdi menimcha. Do'ch uchun. Xo'p, mayli. Bu yoqdan motor chiqqan bo'lsa va bizga hozir yana nimalar kerak? Okey, hozir bagajnik kerak, bagajnik yo'q va bizga hozir yana narsalar kerak. Bagajnik ham bor ekan. Xarosh. Yo'qdan bo'ldi menimcha, yana nima kerak hozir? Mayli. Chiqqan narsalarni olamiz, xudoga shukr. Tak, hozir bu yoqdan biza sidiniya chiqdi. Orqaga o'rnatib olamiz buni. Orqa o'rindiqqa yoki oldiga. Mayli, hozir bilib olamiz. Undan men bitga mayli olib qo'ya qolay va bo'ldi. Endi bu yoqdan hozir biz tepaga chiqib olishimiz kerak va bu yoqdan noto'g'ri qo'yib qo'ydim. Mayli, hech qisi yo'q. Va yo'q, adashib ketdim-da, boru. Tak, bo'ldi. Bo'ldi. Bu yoqdan bu. Bo'ldi. Tak. Endi bo'ldi, biz hozir nima qilamiz? Topinglar. Hozir biz endi bu narsalarimizni mashinaga o'rnatamiz. Bo'ldi. Bizdan 98% odam obuna bo'lmasa videolarimizdan tomosha qilayotgan ekan. Shu joyda video pauzaga qo'yib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman va kommentariyaga bo'lsa xohlagan so'zinglarni yozib ketishinglarni
so'rab qolaman. Xo'p, bola, tak. Bu yerga endi biza bagajnik qani bagajnik va motor. Motorda qiyinchilik bo'ladi menimcha o'rnatish bo'yicha. Tak. Hop. Nima yopilib ketyapti? Men o'rnatmoqchiman buni. Yo'q, bo'lmayapti. Qani esimni o'rnatosam bo'ldi, boru. Bo'ldi, o'rnatib oldim va endi bizda hozir motor qoldi. Motorni o'rnatishimiz kerak. Va bo'lmayapti lekin. Tak. Nimaga bo'lmayapti? Yaxshilab bosaman mana. Lekin bilmadim to'g'risi. Okey, hozir bu yerdan buni yopamiz va bu yerdan o'rnatib. Voy, nimaga bo'lmayapti? Mayli. Keyinroq qilarmiz, mayli, hozir bratni. U motor bilan hisoblab o'rganlar, brat. Bagajniksiz, motorsiz, bitta sidiniyasiz qanchaga bera olasiz mana hamma narsani? Mayli, sen puliga qarab 50 taka. Bo'ldi, hozir. Tak. Hozir men aytaman 50 dollarni olsam va bo'ldi. 50 dollar emaskan, 49 dollar, mayli. Tak. Hozir bo'ldi, buni oldik va tak, hozir brat mana 49 dollar de. Mayli, beraver ukam. O'zimdan qishloqdan sanam. Bo'ldi, brat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shikalat. Tak, bularni olamiz va buni ham va pastki narsalarni ham, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bo'ldi. Va bo'ldi. Endi biz hozir bularni hammasini borib o'rnatib qo'yishimiz kerak. Va biz ham mashinamiz yuradi. Tasavvur qilasizlarmi? Mana shu musurkadan chiqqan mashina yuradi. Jitellar ishonmaganda, endi ularga ko'rsatib qo'yish vaqti keldi. Hozir ularga ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, yana nima qoldi? Bu yerda yana bitta sidiniya orqa o'rindiq uchun. Va bu yerda ana orqa ham ko'tarildi va bu yerda o'rnatamiz. Tak. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Salon ham такой легкий, четкий ekan. Okey, hozir biz bu yerdan nima qilamiz? Tak, hozir Britel yoqsimsa ishlamayapman. Aytmayman, ishlayapman. Bo'ladi, yaxshi, rahmat. Sen ustingga nimcha kiyib chiqdingmi? Qara, mashinani tuzatdim почти. Qalay chiqibdi? Men ishonmagandim to'g'risi. Bilaman, ishonmagan. Motorni ham qo'yib oldim bo'ldi. Va to'xta. Aytmay, to'xta. Orqa balonga yurmayapti. Orqa balon qo'ymayapsan-ku buni trafikka. Mayli, hech qisi yo'q va bo'ldi, qo'yib oldim-ku. Bo'ldi. Tak, endi nima qilasan endi? Hozir bunday mazza qilib qattasi qilaman. Mayli, oba deyversan. Seni ishonmayotgandilar ekan. Men ishonayotgandim. Ikki xil gapirasan. Qochib ketdi mayli. Tak, bu yerda hozir endi rulga o'tiraman va hozir men zo'r narsa qilaman. Jitellarni topishim kerak-da. Hech katta yo'q, mayli ketavergan. Mayli, hozir topamiz. Tak, o'tirdik va mana monitorli takoy rulli tablo va 0 tezlik. Hozir mashina oshiramiz. Qani, bismillah. Qani, sekin yuramiz. Qani, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Faqat boshlashga sekin yurib turib, keyin balandlashtirish kerak tezlikni. Okey, hozir bu yerdan biz drift qilamiz kelib turib. Bunaqasiga drift qilamiz. Drift emas, oddiy qaylib qo'ydik. Endi hozir drift qilamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin. Xo'p, okey, hozir sotuvchi brat, menga pulishlar yozasizmi? Charchamasa yuribsan, brat. Tak. Mayli, hozir endi bu yerdan nima qilamiz? Topilach.
Tak, bu yoqdan biza hozir. Aha. Tak. Mana bu yerdan drift qilamiz va mana shu ro'yga mashina qo'yib, sizlar bilan xayrlashsam bo'ladi menimcha. Xo'p, tak. Kanalning shekilli babu ko'rinmayapti. Ну, okey, hozir biz mashinadan tushamiz va to'g'rilab qo'y xatabi. Ну, bo'ldi. Ну, menimcha hozirchaligiga bo'ladi. Mayli bo'ldi. Videoni shu joyigacha ko'rganlar uchun barchaga kattakon rahmat. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha bay bay. O'zinglarni asranglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bay bay.